Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, sammoyka 4 yildan beri sammoyka sohasida ishlaymiz. Shu har xil vaziyatlar bo'ladi, shu tushunmagan joylarimiz bo'lib qoladi. Navoda shuni yechimini topsak, shu video qilib qo'yamiz shu kanalimizga. Bu kimgadir yordami tegsin deb sammoykamizga mana bu tarafga pilisos turba sushga qo'yganmiz-da, mana mana bu tarafda ham bor. Pilisos bilan turba sushka. Pilososimizni kabellarning tepida yurayotgan qilganmiz. Turba sushkaniki ham kabel yuradi, отдельный tros bilan pilososga ham yuradi. Bu tomonga suradi. Kabel yerda sudralmaydi-da. Bu tomonga yuradi. Unisi ham shunaqa. Ikki tomonga ham yuradi. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz turba sushka haqida bo'ladi. Turba sushkamiz buni spesialni izlab topganman. Turba sushkalar har xil bor. Endi bu qulay pistolet dedi. Olib yurishga qulay. Yengilgina. Davleniyasi ham moshniy. Bunaqa arzon turba sushkalarga o'xshab slab emas. Bu narxi shu O'zbekistondan topdik. $70 oldik. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar. Nomerini tashlab beraman. Bemalol ishlataverasizlar. Juda moshniy, zo'r ekan. Max Shine. Muammo buni mana bu orqasida filtri bor. Filtrni har zamon tozalab turish kerak. Uni chang bilan to'ladi-da, mana to'layapti chang mana. Buni orqasini yechishni birinchi yechib ko'raman dedim. Qanday yechilishini to'g'risi topolmadim. Keyin buni so'radim egasidan, egasi ham bilmay ekan. Keyin ma'lumot topdik qanday yechilishini. Hozir ko'rsataman shuni. O'rtoqlar, buni yangi olganimizdan keyin hali bir marta ham yechganimiz yo'q. Bu soat strelkasi bo'ylab yechiladi rezbasi. Bu deganiki chapa rezba. Bilmadim, faqat meniki shunaqa bo'ldimi, ikkalasi ham yechilmadi. Lekin bularni shu ozroq to'qillatib, mana bu pichoq bilan ochdik. Pichoq bilan mana shu yerga chetiga tirab turib, temir bilan to'qillatdim. O'ng tarafga shu yechildi. Bir yechilib, yechganlaringizdan keyin bemalol yengilgina bo'ladi. Yechib qo'yish joyiga. O'rtoqlar, yechdik. Qo'lim kuchi yetmadi, shuning uchun mana bunday qilib pichoqni qirrasini to'qillatib urdim. Soat strelkasi tomonga qaratib. Qo'l kuchi yetmadi menga. Bir yechganlaringizdan keyin bemalol yechilaverar ekan. Hozir ko'rsataman. Mana shunday yechilagan-da mana. Yana joyiga qo'yib qo'yaverasiz shunday qilib. Bo'ldi mana shunday. Keyingi safarga bemalol yechilaverar ekan mana. Prishishga o'ynagan edi. Salniy bu. Anos filtr bitib ketgan mana, kir bo'lib. Buni bir yuvamizda, o'ziga puflatib, yana joyiga qo'yamiz. Birlarini tozalab, filtrlarni. Juda zo'r turba sushka ekan. Tavsiya qilaman, kimni sammoykasiga qo'ymoqchi bo'lsa.